O'rtoqlar, bugungi tushuntiradigan mavzuyimiz how to introduce solutions, ya'ni qanday qilib yechimlarni tanishtirish. O'tgan darsimizda sizlar bilan cause tanishtirishni o'rgangandik. Bugun yechimlarni chiroyli tanishtirishni o'rganamiz. Bunda bizga birinchi kerak bo'ladigan struktura bu opening sentence, ya'ni o'sha paragrafni ochib oladigan gapimiz kerak. Bu bizga cause'ga o'sha solution paragrafini bog'lab beradi. Xo'p, bunda zo'r grammatikalardan foydalanilgan bir ikkita gaplarni sizlarga olib kelganman. Birinchisi mana challenging though the issue may be, it is by no means beyond remedy. Ya'ni nima degani? Challenging bu yerda qiyin. Adjective kelyapti birinchi, qiyin. Mana bu though esa concession, ya'ni birinchi zidlov beryapmiz. Qanchalar qiyin tuyulmasin bu masala, it is by no means beyond remedy. Ya'ni by no means degani not ga sinonim, faqat chiroyliroq varianti. Beyond remedy esa without solution, ya'ni yechimsiz ma'nosini beryapti. Birgalikda yechimsiz emas. Buni olganda qanchalik qiyin tuyulmasin, bu masala yechimsiz emas deb ochib olamiz. Yoki ikkinchi usulimiz daunting as. As ham xuddi though bilan bir xil vazifani bajaryapti bu yerda, ya'ni zidlov beryapti. Demak, daunting as a challenge may appear, a number of practical measures could substantially mitigate it. Ya'ni nima? Masalamiz, ya'ni muammoyimiz qanchalik o'sha qiyin tuyulmasin, bir nechta amaliy choralar qo'llasa bo'ladi bu muammoni hal qilish uchun. Xo'p, ikkinchi usulimiz ham bor. Bu ikkalasi endi bir-biriga juda ham yaqin. Though va as o'zgargani bilan, demak, почти bir xil struktura hisoblanadi. Ikkinchi strukturamiz yanada chiroyli. E'tibor bersanglar, sizlar avval however ni faqat biroq ma'nosida o'rgangan bo'lishlaringiz mumkin, lekin however ni ikkinchi ma'nosi bor, ya'ni bu qanchalar ma'nosida keladi. E'tibor beringlar. Qanchalar chuqur ildiz otgan bo'lmasin bu muammo, entrenched shu ma'noda keladi, ya'ni chuqur ildiz otgan ma'nosida keladi. Qanchalar chuqur ildiz otgan bo'lmasin bu muammo, demak it still lends itself to a spectrum of practicable solutions. Uni bir nechta amaliy yechimlar orqali hal qilsak bo'ladi. Qisqa muddatda IELTS writing bo'yicha 7+ natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, Instagram va Telegram profillarimga obuna bo'lib qo'ying. Bu profillarda men sizga tajribam davomidagi eng sifatli bo'lgan ma'lumotlarni tekinga ulashib boraman.